Abu Hurayra roziyallohu anhu bu kishi ahli suffalardan bo'lgan. Kambag'al bo'lgan. Eng ko'p rivoyat qilgan kishi hadisni. Hadisni eng ko'p rivoyat qilgan sahobalardan. Miskin bo'lgan, ahli suffa bo'lgan. Uyi yo'q bo'lgan. Masjidda burchaga bir supa qilib qo'yilgan, shu yerda bir 5 ta 6 ta yoshli bir kambag'al sahobalar o'sha yerda kun kechirgan. Bir abkada ehson qilsa yeydi, ichadi, bo'lmasa och qolib o'tiraveradi. Kunlarning birida Abu Hurayra roziyallohu anhu qorni och. Yegan ish narsasi yo'q. Borib turib qornim och deya olmaydi. Hayo bor, iffat bor. Musulmonlar namoz o'qigani ketishadi, o'qib chiqib ketishadi. Chiqib ketganda kelinglar, Qur'on o'qib beraman sizlarga deb o'tkazib olar ekan. O'tirib Qur'on o'qir ekan. Bir betmi, yarim betmi? Orqasidan va mimma rozaqnahum yunfiqun degan oyat bilan tugatar ekan. Ya'ni ularga infoq qilib bergan narsalarimizdan mu'minlar infoq qiladi. Biz ularga rizq qilib bergan narsadan infoq qiladi degan oyat bilan tugatar ekan. Tushunishami ekan? Jamil zo'r deb chiqib ketishaverar ekan, o'tirar ekan qorni och. Ana shu qorni och o'tirib turgan paytda bir piyola sut ehson bo'lar ekan masjidga, ahli suffaga. Abu Hurayra olib roziyallohu anhu xursand, hozir ichaman deb tursalar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam to'xtang, ahli suffani qolganini ham chaqiring derkanlar. Ya Rasululloh, piyola o'zi chaqiring der. Sut qo'yib qo'yib ahli suffani chaqirib kelib, hammasi o'tirishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra oxirida ichadi derkanlar. Bir ko'zingizlarni oldiga keltiringlar mana shu epizod. Biz abid qilgani boramiz, nima yeysizlar deydi. Biz nima bor deymiz. Mana bor deydi, de tolib yemayman, hamma yeyman. Ha, mana xabar, amma issiq bo'lib qoldi, sovuq bo'lib qoldi. Sho'rvasi sovuq bo'lib qoldi. Biz hech qachon ularning qilgan amallarini qila olmaymiz. Ularning martabasiga, maqomiga yeta olmaymiz. Ammo ularga bo'lgan muhabbatimiz hurmatidan Allohdan umid qilamiz, qiyomatda ular bilan birga tiriltirgin bizni deb. Ularga bo'lgan nimamiz tufaylik? Muhabbatimiz tufaylik. Ahli suffa yig'ildi. Abu Hurayra oxirida ichadi. Bittasi ichdi, to'ydi, tugamadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'li tekkan barakot. Ikkinchisi ichdi, uchun Abu Hurayraga ham yetib keldi. Iching. İçti, içing. Ya Rasululloh, to'ydim, iching. Tirnoqlarimdan chiqib ketguncha to'lib ketdi ichim dedi. Mana shunday kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldida o'tirishgan. Yine ular shikoyat qilmaganimizga o'xshar hayotida. Abu Hurayra roziyallohu anhu mana shunday sahoba bo'lgan. Shu kishi aytadi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Odamlar Abu Hurayra hadisni ko'paytirib yubordi deyishdi. Bilasizlar, Abu Hurayra roziyallohu anhu eng ko'p rivoyat qilgan kishi hadisni. Shunda Abu Hurayra aytgan ekan. Nima qilay? Axir men qornim to'q bo'lib, Rasulullohni doim lozim tutar edim. Qornim to'q bo'lsa-lar Rasulullohning oldida yuraverardim. Xamir turish solingan nonni yemas edim. Kimxob kiyim kiymas edim. Falonchijon, falonchixon degan xizmatkorim yo'q edi. Ochlikdan qornim yerga qadar edi. Ya'ni hamma shu dunyosi bilan yurganda men bu narsalar bilan shug'ullanmay och qolsam ham Rasulullohning oldida tutishlikni o'zimga zarur deb bilar edim. Meni uyiga olib borib taom bersa ajab emas deb odamlardan o'zim bilgan oyatni ham o'rgatib qo'yishini so'rar edi. Miskinlar uchun odamlarning eng yaxshisi Ja'far ibn Abi Talib edi. Kim aytayapti buni? Miskin Abu Hurayra roziyallohu anhu. Meni uyiga olib borib taom bersa ajab emas deb odamlardan o'zim bilgan oyatni ham o'rgatib qo'yishini so'rar edi. Bu oyatni men o'rgatib qo'ying desa, yur uyimda o'rgatib qo'ymasa ketaverar ekan, o'zi bilgan oyatni ham eshitgan. Nima bo'lib qolsa bo'ldi? Voy qorni to'ysa boy edi ekan ular. Qorni to'ysa boy edi ekan ular. Miskinlar uchun odamlarning eng yaxshisi Ja'far ibn Abi Talib edi. U bizni olib borib uyida nima bo'lsa, bizni u bilan taomlantirar edi. Hatto u bizga ichida hech narsasi yo'q, yog' idishni olib chiqib berar edi, biz uni yorib ichini yalar edik. Demak, ushbu rivoyatdan ma'lum bo'ladiki, Ja'far ibn Abi Talib o'zi ham juda ham boy bo'lmagan, lekin shunday bo'lsa ham xayr ehsonlik, qo'li ochiq, saxovatli inson bo'lgan. Abu Hurayra aytadi roziyallohu anhu, oyoq kiyimi kiyish, tuya minish
va egarda o'tirishda Rasulullohdan keyin hech kim Ja'far ibn Abi Talibning oldiga tusha olmas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Umratul Qazodan qaytayotganida bir voqea sodir bo'ldi. Rasululloh umrani qildilar, Makka dan chiqib ketyaptilar. Shunda Hamza roziyallohu anhuning kichkinagina qizchasi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib Rasulullohga ergashib oldi. Hamza roziyallohu anhu payg'ambarimizning emikdosh akasi. Yana amakisi, shahidlarning a'losi. Hazrat Ali Hamza roziyallohu anhuni qizini qo'lidan tutib, Fatima Zahroni oldiga olib borib, amakingizni qizini oling dedi. Fatima onamiz qizchani ko'tarib oldilar. Mana shu yerda Hamzani qizini o'zini kafolatiga olishlikka 3 ta odam talashib ketdi. Bular Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Horisa, Ja'far ibn Abi Talib. Ali roziyallohu anhu aytdi: "Men oldim uni, u meni amakimning qizi" dedi. Ja'far ibn Abi Talib aytdi: "U meni ham amakimning qizi, yana uni xolasi meni xotinim" dedi. Demak, Ja'far bilan Hamza roziyallohu anhu nima ekan? Boji ekan. Zayd ibn Horisa aytdi: "U meni birodarimning qizi" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Xola ona o'rnida bo'ladi" deb xolasiga hukm qilib berdi. Kimning qo'lida ketdi qiz? Ja'far roziyallohu. Shu bilan birga payg'ambarimiz mana shu uchala kishini shu qilmoqchi bo'lgan xayrli ish uchun munosib taqdirlab shunday dedilar. Hazrat Aliga qarab: "Sen mendansan, men sendanman." Ja'far ibn Abi Talibga qarab: "Mening xalqimga va xulqimga o'xshading" dedilar. Zayd ibn Horisiga esa: "Sen bizning birodarimiz va mavloyimizsan" dedi. Endi nima endi bitta qizni talashgan bo'lsa, shu ham bir katta narsami deyish mumkin? Hozirgi aqllar bilan. Ammo 1400 yil burun arablar qiz bolaga qanday ko'z bilan qaraganligini bir eslasak, bu qanaqa bir ulkan o'zgarish bo'lganligini ko'ramiz arablar orasida. Payg'ambarimiz qanday o'zgartirib yubordi bu arablar tushunchalarini. Qiz bola tug'ilsa, yuzlari qorayib ketar edi. Qiz bolani yomon ko'rardi arablar. Tiriklarini olib chiqib ko'mishar edi. Endi mana shu xalqni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 23 yil bor yo'g'i, 23 yil muddat ichida shunday tushunchalarni o'zgartirdilar. Payg'ambarimiz Ja'far ibn Abi Talibga: "Sen meni xalqimga, yaralishimga, jismonan ham o'xshaysan, xulqimga o'xshading." Ya'ni xulqing ham, yaralishing ham menga o'xshaydi. Albatta bu sharaf, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Abdumanof urug'idan 5 ta kishi o'xshar deb aytdik darsimiz avvalida. Shulardan bittasi Ja'far ibn Abi Talib, ammo faqatgina yaralish jihatdan o'xshamas edi, balki axloqi, xulqi ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'xshadi. Payg'ambarimiz Ja'far ibn Abi Talibga: "Sen meni xalqimga, yaralishimga, jismonan ham o'xshaysan, xulqimga o'xshading." Ya'ni xulqing ham, yaralishing ham menga o'xshaydi. Albatta bu sharaf, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Abdumanof urug'idan 5 ta kishi o'xshar deb aytdik darsimiz avvalida. Shulardan bittasi Ja'far ibn Abi Talib, ammo faqatgina yaralish jihatdan o'xshamas edi, balki axloqi, xulqi ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'xshadi.